Assalomu alaykum. Qayerda bo'lsangiz ham onkologik kasallikdan aziyat chekyapman deb dod solyapsizmi? Rak hujayralari tarqalayapti ekan degan gapdan hadikdamisiz? Ko'kragingizning bir joyida muammo bor u og'rinib turibdimi? Va yoki tanangizning boshqa joyidagi muammo boshqa joyga yoyilib ketyaptimi? Mana shu suhbatni oxirigacha tomosha qiling va xulosalaringizni o'zgartirasiz. Chunki biz onkologik kasallikni davosi yo'q degan tushunchani har safar sindiramiz, bu safar ham sindiramiz va davo olayotganlarni misoli orqali sizga vaziyatdan chiqish yo'llarini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu Xush alaykum. kelibsiz. Salomat bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Har safar Halila haqida suhbat qilamiz deyishsa bir xursand bo'lib ketaman. Chunki azaldan rak onkologiyani eshigini ko'rsatishsa bo'ldi, o'zini yo'qotganda odamlar va haligacha shunaqa odamlar bordir. Haligacha juda ham ko'p. Kechagina bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Onkologik kasallik bilan kasallanib qolgan bemor bu kasallikni o'tkazib yuborgan. Ayrim insonlarning balkim gapiga kiribdir, balkim nimadirdan foydalanib boshqa cheklovlar qilgandir. Lekin men shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Onkologik kasallik bilan agar kasallangan inson bor bo'lsa, biz unga cheklov qo'ymaymiz. Ya'ni siz shu narsani iste'mol qiling va bo'ldi, boshqa ximiya, nur yoki nimadir qilmang degan narsa yo'q. Onkologik kasallik bilan kasallanib qolgan bemorlarning barchasiga faqatgina bir narsani aytgan bo'lardim. Qo'ldan kelgancha har tomonlama foydalaning. Chunki vaqt juda ham qisqa va siz ertangi kunda misol uchun afsuslanib qolmasligi uchun baribir harakat qilishingiz kerak. Ahvol og'irlashgandan keyin u narsani foydalanasiz, lekin foydasi bo'lmasligi mumkin-da o'sha. Yoki bo'ldi, o'sha kech. Bu narsani foydasi yo'q deyishligi mumkin. Cheklov qo'yilmasdan oldin albatta foydalanib ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. O'sha dard daraxtga aylanib ketsa yiqitish qayerda-yu, niholligida sug'urib olib tashlash qayerda? Albatta, bu narsa ham to'ppa-to'g'ri. Onkologik kasallikni shunga qiyoslash mumkin-da. Mumkin. Chunki ertaga u qayerdan nish otib chiqishini biz bilmaymiz-da. Chunki istayotgan daraxtga olgan bo'lsak, uni ildizi bor. Ildiz agar yer ostiga kirib ketadigan bo'lsa, u qayerdandir bir kun emas, bir kun baribir otib chiqishi mumkin. Uning uchun siz aytgandek, birinchi bosqich o'zidayoq onkologik kasallikni ildizi bilan inshaalloh qo'porib tashlasak va turpoqni bitta aylantirib qo'ysak, xudo xolasa bunaqa holatlar qaytalanmasligi mumkin. Yusufbekka juda ham oson-da, ildizi bilan qo'porib tashlasak bo'ldi deb o'tiraveradi suhbatda Shunaqa. deydiganlar ham bor. Bor, juda Ammo ham Sarvar ham qop-qora bo'lib oladidagin har safar o'zi ishlatmagan narsalardan gapiraveradi deydiganlar ham bor. Bor, to'ppa-to'g'ri. Kechagina guruhimda bo'layotgan suhbat jarayonida bir kichkinagina lavha aytib o'tmoqchiman. Menga aytishyapti, Yusufbek deydi, siz kimsizki deyapti, umr uzaytirib beraman deyapsiz deyapti-da. Keyin men hayronman, qayerda shunaqa so'z ishlatib qo'yibman-a deyapman-da. Keyin eshitib chiqdi meni gaplarimni-da. Men bunaqa gap gapirmaganman-u deyapman-da. Iltimos, to'g'ri tushuninglar. Biz sizdagi kasallikni inshaalloh maqsadimiz sabab agar ozmi, ko'pmi, ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsa, ozgina bo'lsa ham umringiz uzayishiga sababchi bo'lib qolsak, biz xursand bo'lamiz deganman desam, keyin yo'q siz fatvo chiqarib tashlayapsiz Yusufbek, o'zingizdan o'zingiz unaqa demang, bu gunoh deyishyapti-da. Ya'ni nima demoqchiman? So'ziga tushunmas insonlar hozirgi paytda xulosa chiqarib yuborish juda ham oson. Balkim hozir kimdir bizni ko'rib turib, bular o'zi nima deyishyapti deyotgan bo'lishi mumkin. Suhbat jarayonimizga tushunmayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Biz avvalambor har bir insonga, ya'ni aytaylik, mastopatiya, fibrozli mastopatiya, kista, miomasi bor insonlar uchun va onkologik kasallikning birinchi bosqichidan boshlab 4-bosqichgacha bo'lgan kasallangan insonlar uchun onkologik kasallikni bosh miyada bo'ladimi, suyakdami, qondan farqi yo'q, hammasi onkologik kasallik, barchasi uchun qisqacha bo'lsa ham ma'lumot bermoqchimiz. Shuning uchun chetda o'tiribmiz siz bilan. O'zi ilgaridan eng shov-shuv bo'ladigan xabarlar qatorida onkologik kasallikni davosini palon davlat olimlari topdi degan xabar bo'lgan. Shunaqa. O'zingizam mana ichiga kirib kelgandan keyin bilasiz. Shunaqa. Haligacha palon Nobel premiyasi mukofotlar sovrindorlari onkologik kasallik hujayralarini bosadigan nimadir ixtiro qilibdi deb shov-shuvlarga sabab bo'lishadi. Lekin yonimizda turgan halilar shu ixtirolardan kam joyi bormi? Yo'q, kam joyi yo'q. Endi bilasizmi? Kam joyida bordir balkim, lekin u kam joyi biz o'zimizda. Ya'ni insonlarning o'zlari. Shunaqangi insonlar borki, aytaylik, xarilani ichma deydi. Misol uchun, xarila emas, boshqa narsani olgan bo'lsang hamda, nima bo'lishidan qat'iy nazar ichma, nima qilasan, foydasi yo'q. O'zi foydalanib ko'rmagan. O'zi nimaligini bilmaydi, eshitmagan, ko'rmagan, ichib ko'rmagan insonlar foydalanma, nima qilasan? Sani hayoting deydi shunchalik arzon narsamiki, tavakkal qilsang. Lekin iltimos, menga bir narsani qo'pol qilib bo'lsa ham aytaman, iltimos to'g'ri tushuninglar.
Manga aytaydi, onkologitis kasallikda уже nimani qilish mumkin yana? Onkologitis kasallikdagi inson o'zi barcha narsaga rozi bo'lib turibdi. Bu degani u insondan foydalanish kerak degani emas. Qanchadan qancha inson ichib ko'ryapti, Allohga shukr, foydasini ko'ryapti. Lekin u inson qachon ichadi? Bunaqa kutishida qachon ichadi-yu, qachon foydasini sezadi. Qancha fursat ichida, qancha vaqt kerak u narsa uchun. Nimaga biz kimgadir to'sqinlik qilamiz? Xuddi shunaqa narsa biz ko'tarilishimiz uchun, biz o'sishimiz uchun ushlab turgan narsa shu. Yolg'on. Vrachlar orasida ham borda bu narsa eng yomoni. Endi albatta bor, lekin men misol uchun vrachlarimizni yomon deya olmayman, chunki vrachlarimiz borki, shu kasalliklarni aniqlamoqda. Shular borki, qanchadan qancha insonlar foyda ko'rishyapti. Men u tomonlama kimdir aytadi, "Halilani ichma" deydi. Tushunaman, mayli deyman, misol tushunmagan narsasi bordirki deyman. Lekin bilishadiki, har bir inson hozirgi paytda misol uchun tabobatda har bir narsada misol uchun foydalansa bo'ladi. Har bir kasallik uchun hozirgi paytgacha meditsina hattoki foydalanib keladigan narsalar bor-da. Oddiy misol. Oddiy giyohlardan holatda misol uchun gaymarit yoki misol shamollash, jigar kasalliklari uchun, yurak kasalliklari uchun, saraton uchun, hattoki misol uchun teri kasalliklari uchun albatta onkologitis kasallikdan shifo topgan insonlar soni juda ham ko'p. Hattoki hech narsa ichmasdan turib ham shifo topgan insonlar bor. Insonlarda faqatgina o'ylayman ko'proq bizdagi miyamizdagi bo'layotgan misol uchun to'siqlar bizni sog'ayishimizga, bizni oldinga yurishimizga va bizni nimadir ko'tarishimizga to'sqinlik qiladigan narsa shular deb o'ylayman-da asosan. Onkologik kasalliklarni davolash uchun juda katta mablag' kerak bo'ladi degan xulosadagi insonlar bor. Lekin qatlam tanlamaydi-da, ming afsus bu xastalik. Kambag'alda orasida ham rak bor, boyda orasida ham rak bor degandek. Endi boylarki o'z yo'liga tushunsa bo'ladi. Ammo muhtoj insonlar tirikchiligini arang o'tkazayotganlarga bu kasallikdan chiqish yo'lini qanday ko'rsatish mumkin? Hozirgi holatda boyga ham, siz aytgandek kambag'alga ham hamma insonlarda dard bor. Hozirgi paytda hamma baravar kurashyapti. Agar shu kasallik bilan kasallangan inson bor bo'lsa, to'g'risini aytaman, hamma baravar kurashyapti. Kimdir aytaylik molini sotib, kimdir misol uchun aytaylik o'zini hozirgi paytda misol topganini berib misol uchun kurashayotgan insonlar soni ko'p. Chunki men gaplashib qolaman, Yusufbek deydi, Xudo xolasa inshaalloh olaman, niyat qildim shu narsani deydi. Ishonasizmi yo'qmi, bir xil payt bitta inson bilan ishlaganman, qo'yimni sotib olaman Yusufbek deganda-da. Men o'sha payt aytaman, yo Alloh shu insonni dardiga shifo bergin tezroq deganman-da. Chunki shu oxirgi qo'yim deyapti-da. Chunki inshaalloh shu inson agar ozgina bo'lsa ham sababini ko'rsa, u inson yana oladi, to'xtatib qo'ymaydi degan maqsadda shu narsani niyat qilganman-da. Chunki u o'sha qo'yini sotyapti u inson-da. O'sha sababli shunaqangi natija olgandan keyin o'sha inson shunaqa xursand bo'lganlar, men ulardan ko'ra ko'proq xursand bo'lganman-da, natija olganlari uchun. Chunki ular shu o'sha molini sotgani o'tganda u inson bor. Hattoki aytaylik Rossiyada ko'cha sipirib yurgan, misol uchun onkologik kasallik bilan kurashayotgan insonlar bor. Juda ham ko'p. Lekin to'g'risini aytaman, bu faqat misol uchun puli yo'q inson hech narsa qila olmaydi degani emas. Puli bor insonlar ham hech narsa qila olmayapti. Bu haqiqat. Yechim faqat yaratgandan. Shunaqa puli bor insonlar ham hech narsa qila olmayotgan insonlar bor. Misol uchun aytaylik, shunaqangi holatda bo'ladiki, puli bor, boyvachcha menga telefon qilib bir xil holat o'zi nech pul mahsuloting deyishadi-da. Keyin mana shunaqa narxlar desam, ha, nech pulni sen beraman, 100% kafolat berasanmi deydi. Yo'q deydim. Men hech kimman deyman. Bu sababi. Agar natijasini qilmoqchi bo'lsangiz, mana bemalol olib, iste'mol qildirsangiz bo'ladi. Lekin men bo'lmasa yolg'onchi ekansan-da deb qo'yishadi. Endi bemor sizni yaqiningiz. Men qo'limdan kelgancha sizni yaqiningizni o'ylaganim uchun tavsiya qilyapman xolos. Uni olib berish, olib bermaslik albatta bu sizni qo'lingizdagi narsa. Deganimda, mayli salla psixolog bo'lib ketgansanlar degan holatlar ham bo'lishadi. Manipulyatsiya qilasan deb. Nimaga inson o'ylamaydiki, shoshma, bu balkim mani onamni o'ylayotgandir. Bu balkim mani qizimni o'ylayotgandir. Esingizda bormi Dilshod aka bilan suhbat qurgandik siz bilan? Ularni onalarida ham onkologik kasallikni o'sha ichaklarida onkologik kasallik bor edi. Onalari ozginadan keyin Halila mahsulotini nimadir sabab ichmayman dedilar. To'xtatib qo'yishdi, doktorlarga olib borishdi, nimadirlar qilishdi. Keyin yaqinda qo'ng'iroq qildilar bir oy oldin. Yusufbek ahvollari juda og'ir, og'riqlari kuchli ekan. Keyin lekin injiqlik qilyaptilar dedilar-da, ichmayman deyaptilar. Mana shunaqa hech narsa kerak emas deyaptilar dedim-da. Keyin aytdim, aka ichiring. Halila bilan yara majun chiqarib beraman, hatto mana shu ikkalasini ichiring dedim.
Ishonasizmi, 1 oydan keyin xursand bo'lib telefon qo'yadilar-da. Mana kecha telefon qilib, yana maqsad buyurtma qilishyapti-da. Nimagaki inson sababini ko'rgan narsasini to'xtatib qo'yadi. Hmm. Nimagaki inson qanchadan qancha inson borda, ozgina bo'lsa ham shu narsada o'zgarish bo'lsin. Hachab sochim o'ssin, mayli, hachab ishtaham ochilsin deydigan insonlar qanchadan qancha. Lekin nimaga sababini ko'rib turgan inson bilib turib to'xtatib qo'yadi? Shu narsani hech tushunmayman. Hmm. Chunki natija olyapsizmi, oxirigacha harakat qilib ko'rish kerak-ku, oxiriga. Chunki bu boya aytayotganingizdek, bu bir agar daraxt bo'lgan bo'lsa, daraxt tagida ildizi ham bor-da. Biz faqat daraxtga solamiz-da, lekin ildizi yeri tagida to'poloncha turibdi-ku. Ertaga indin o'sib chiqishi mumkin-ku. Nega bu narsani hech o'ylamaymiz? Shu narsaga endi besh qo'l baravar emas, to'g'ri. Hammaga ham tushuntira olmayman bu narsani. Ayrim insonlar misol uchun juda ham ko'pchilik inson o'zini fikri bilan agar balkim o'ylayman bu mahsulot boshqa yurtda misol uchun bo'lganida aytaylik, bilmadim nima bo'lishini. Lekin bizda Allohga shukr hozirgi paytda juda ham ko'pchilik inson natija ko'rib kelyapti. Men misol uchun aytaylik 100 ta inson aytsa 100 ta sog'ayapti deya olmayman. To'ppa-to'g'ri, chunki har xil holat bor. Onkologiya kasallik bu. 4-bosqich ichayotgan insonlar bor. Juda ham og'ir ahvolda ichayotgan insonlar bor. Lekin o'shanda ham hattoki endi bu shifoni Alloh beradi. Yana bitta sizga aytib ketaman. Mana 4-bosqich, o'sha oxirgi bosqich ishtahasi yo'q yotib qolgan inson yaxshi bo'lib ketyapti-da. 1-bosqichdagi inson olamdan o'tib qolyapti. Hmm. Ikkalasi ham xalilarni ichyapti misol uchun. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, bu Allohdan hammasi. Hech kim bilmaydi. Shuning uchun har doim aytaman, sababini qilmoqchimisiz? Iste'mol qilib ko'ring. Nimaga? Misol uchun aytaylik, natija o'zi nima degani misol uchun? Sarvar aka, misol uchun o'zingizning fikringiz, natija nima degani? Shu o'zgarishni o'zida sezishi natijada. O'zgarishni Ozmi, o'zida sezish. ko'pmi? Xo'p, endi onkologiya kasallik. Inson yotib qolgan, ovqat yemayapti, 1 oylab ovqat yemayapti, faqat og'ziga suv tomizib turishibdi yoki sho'rva ichirib turishibdi, og'riqlar juda ham kuchli. O'sha inson o'rnidan tursa-yu, ovqatlansa-yu, o'zi bemalol hojatini chiqarsa, bu natijami? Albatta. Unda shunaqa natijalarimiz bor ekan, mana Allohga shukr. Chunki ayrim insonlar uchun bu kam-da. Inson misol uchun hozir siz suv ichdingiz-a hozir. Bo'ldi, shu suv organizmingizga shifo bo'lib, hamma kasallikni yuvib ketishi kerak. Hmm. Insonlar shu narsani xohlaydi. Va Nimaga hozir ichsa 5 daqiqadan keyin. shunaqa, nimaga inson o'ylamaydi, bu kasallik 5 daqiqa oldin kelmadi-ku. Siz o'zi yoshingizni ichida kecha suhbatlashyapman, 60 yoshli onaxon aytyaptilar, bir marta ham doktorga bormaganlar. Tug'ruq jarayonidan keyin bir marta ham. Onam soppa sog'lom yurgandilar doktorda. To'ppa-to'g'ri. Soppa sog'lom yurgan. Mana sizga mazam bo'lmayapti deb sizga aytmagan. Lekin siz o'zingiz xohlab doktorga bormagansiz. Ana o'shaning uchun shu kasallik rivojlangan. Bu 20 yil oldin bo'lgan bo'lishi mumkin, 10 yil oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib bu narsani siz bir kunda yoki insonlar bor telefon qilishadi, 3 kundan keyin og'rib qolmayapti-yu deyishadi. Endi o'zingiz o'ylaylar, sizlar yillar davomida yig'ib kelgan kasalliklarni bu 3 kunda yo'q qila olmaydi. Bu haqiqat. Agar kimki xalila mahsulotini iste'mol qilmoqchi bo'lsa, shu narsaga tayyor turishi kerak. Ya'ni Allohdan so'rash kerak natijani, bizdan emas. Biz sababchisimiz xolos. Natija ko'rmoqchi bo'lgan insonlardan faqatgina shuni so'ramoqchiman xolos. Eng achinarli holati saraton tashxisi qo'yilgan paytgacha odam hech narsa bo'lmaganda yuraveradi-da. To'g'ri. Sog'lom odamdek yashaydi. Umrini shunday o'tkazadi. Lekin bir kuni tap etib yiqiladi, borib qarasa 2-3 kamida bosqichi bo'ladi. Keling endi shu narsani kasallik bo'yicha emas-da, odamiylik sifatida, misol uchun o'zimizdan kelib chiqqan holatda barchaga misol uchun tushuncha bo'lishi uchun ozgina misol qilib keltirib ko'rsak. Misol uchun sizga hozir aytaylik bitta samolyot, o'zingizga shaxsiy samolyot sovg'a qilishsa, poyezd sovg'a qilishsa, dunyoning har bir shahridan sizga bitta mashina hadya qilib, uy sovg'a qilishsa, misol uchun zavodlaringiz o'zingizda bo'lsa, qanaqa bo'lasiz? Yerdagi jannat bo'ladi-da. O'zingizni qanaqa his qilishni, qanaqa nimalarni o'ylashni boshlaysiz misol uchun. Endi tasavvur qiling, shu narsani bitta olib qo'ysachi hammasini sizdan. Faqir, hokisor, nochor Nimaga inson faqatgina shu holatda o'ylashni boshlaydi? yo'qotgandan keyin. Nimaga hozir o'ylab topayotgan, aytaylik, mayli 24 soat ichidagi topayotgan narsasini aytaylik, 24 soat topayotgan narsasidan o'sha aytaylik, agar uni sog'lig'ida qanaqadir aytaylik yetishmovchilik bo'lsa, ertangi kuni u yana shu ishga yana qayta chiqa olarmikan? Oilasini boqishga. Bor-da, shunaqa insonlar bilan gaplashganman-da, erkak kishi oilada boquvchi Manadim Yusufbek deydi-da.
Hozir deydi na deydi ayolim ishlayoliydi, na man pensiyaga chiqib qolganman, deyapti, shu pensiya orqali kun ko'rib o'tiribmiz deyishadi-da. Bor-da. Shunaqa insonlar ham bor. O'sha uchun bekorga yetishmaydi-da. Misol uchun bir eski gap bor. Misol uchun siz uyga qanaqangi go'zal, chiroyli qilib qursangiz ham, ertaga uyda baribir kun kelib boshqa inson yashaydi-da. Xuddi shunaqa narsa. Bor yo'g'i 1 oyda 1 kun, mayli 2 oyda 1 kun, 3 oyda 1 kungina o'zingiz uchun vaqt topib bir marta doktorga chiqib ko'ring. Balkim siz qanaqadir katta kasallikni oldini olishingiz mumkin. Misol uchun agar menga qolsa, misol uchun men aytardim-da, doktorga chiqmang derdim. Xarilani iching derdim. Doktordan nima bor derdim. To'g'risini aytyapman-da, yo'q. Oldin inson baribir ozgina bo'lsa ham o'ylashi kerak. Chunki biza ko'proq nimani o'ylaymiz? Ertaga farzandim katta bo'lsa kimga beramiz, a? Turmushi qanaqa bo'lar ekan? Sepsidirg'asi. Ha, lekin hozir 3 yoshli bola onkologik kasallik bo'lib qolganlar bor. Do'stim mana qo'ng'iroq qotdi. Farzand shunaqa kasallik bilan kasallanib qolgan. Misol uchun-da. Ko'p inson, juda ham ko'p yosh bolalar bor, misol uchun. Ko'rish kerak, ya'ni bee'tibor bo'lish kerak emas. Eshityapti, ko'ryapti. Lekin bu ham baribir bir hikmatdir. Men misol uchun balkim kimdir o'ylaydi, xaridlar qimmat deb. Xaridlar 60+ so'zni olib iste'mol qilib ko'ring. 1,5 million so'mlik shu narsani o'zini iste'mol qilib ko'ring oldin mayli. Endi shifoni Alloh beradi. Biz sababchisimiz xolos. O'tgan safar promo efir qilib o'tirgandim Telegramda. Bir ayol kishi aloqaga chiqdilar. Suhbatlashib 50 ta 60 ta inson bilan suhbatlashib o'tirganimizda Yusufbek, yaxshimisiz, suzimisiz, rahmat, labba eshitaman. Sizga rahmat aytmoqchiman, ma'lumot olmoqchi emasman dedilar. Xo'p, nima bo'ldi desam, mana shunaqa erim onkologik kasallik bilan kasallangandi, jigarida, o'pkasida onkologik kasallik bor edi, metastaziya berganda, og'riqlari juda ham kuchli edi Yusufbek. 3 oydan beri xarilani ichib kelamiz deyishdi. Xo'p, desam, yig'lab yubordilar keyin. Onkologik kasallikdan asar ham qolmabdi yerlarida. 100% soppa sog'lom deyapti-da. Ayol kishi 8 oy davomida xarilani ichib kelgan. Birinchi borganida onkologik kasallik bilan kasallangan inson agar oz-moz tuzalsa 6 oyda bir keladi, keyin 3 oyda bir, keyin 1 yilda bir. Yaxshi natija ko'rsa agar. Doktorlari 1 yilda bir kelasigan-da. Onkologik kasallikdan asar ham qolmagan. Doktorlar ham hayrondir. Xarilani ichavering tinmasdan deganda. Toshkent shaharda doktorlarning o'zi. Balkim bizni kim uchundir ilmimiz yetmas, tushuntirib bergani. Balkim biz misol uchun olim inson emasdirmiz. Ular xohlaganidek, ular o'ylaganidek misol uchun. Lekin men o'ylayman, meni ko'rib kelayotgan, suhbatlashayotgan insonlarim aynan ular xohlayotgan, ularning boshidagi dardlarini o'sha ular ham o'tkazayotgan insonlar-da. Rak kasali bilan kasallangan insonlar shu narsani eshitayotgan bo'lsa, mana rak kasali bilan kasallangan insonlar bilan ishlayman-da aynan. O'sha uchun agar insonni qalbiga tushsa olib ichish kerak, bo'ldi. Bo'lmasa unutish kerak. Men faqat shuni tavsiya qilaman hammaga. Oldimizda turgan Halila mahsuloti turli tariflarda ko'rib turibmiz. Kimlarga qachon qay holatda tavsiya etiladi? So'rayotganlar borda, nahotki odamni tuzatadigan dorini ham tarifga bo'lib qo'yammi degan. Bularni farqlab bersangiz. Xo'p, asosan o'zi Gold Plus tarifimizda 6 xil mahsulot bo'ladi. Bu eng kuchlisi hisoblanadi. Asosan 4-bosqichda ham, 1-bosqichda ham tavsiya qilaman bu narsani. Nimaga 1-bosqichda iste'mol qilib 3-chi, 2-chiga o'tib ketmasligi uchun, tezroq ortga qaytishi osonroq bo'lishi uchun yaxshi yordam beradi. 4-bosqichdagi insonga nimaga iste'mol qildirtiraman? Tezroq 3ga, 2ga tushish uchun, tezroq so'rilib ketish uchun. Chunki bu ancha kuchli. Buni ichidagi 6 xil mahsulot ham qondan, ham suyakdan, ham teridan, ham yumshoq to'qimalardan onkologik kasalliklarni bloklashga, o'sishdan to'xtatishga ancha yaxshi yordam beradi. Gold tarifining ichida esa, uning ichida hozirgi paytda o'sha 5 xil mahsulot bo'ladi. Bu 5 xil mahsulotlarimiz barchasi onkologik kasalliklar uchun. Buni tarifga bo'lganim sababi kompleks tarzda agar iste'mol qilinsa, natija yaxshiroq bo'ladi. Natija tezroq bo'ladi. Ayrim insonlar Halila 60+ o'zini ichishadi, boshqa narsani ichishmaydi. Yo'q. Agar sizda onkologik kasallik bormi,
unga qo'shimchasi bilan ichishingiz kerak. Chunki onkologitis kasallik tezroq qonda yuradi, ertaga qayerdadir paydo bo'lib qolishi mumkin. Shu tufayli bu sog'lom organizm yoki boshqa kasalligi bor organizmlarni ham tozalab turadi. Misol uchun aytaylik, onkologitis kasallik ko'krakda, aytaylik, uni jigarda oldin surunkali muammosi bor edi yoki bachadonda qanaqadir kasalligi bor edi. U yoqda paydo bo'lish ehtimoli sal kattaroq, yuqoriroq bo'ladida. O'sha kasalliklarni oldini olib, o'sha yerda metastaza bo'lmasligini bloklab turishga yaxshi yordam beradi. O'sha tufayli kompleksni biz barchaga tavsiya qilamiz va bularning sababi narxlari hammada har birida har xil. Insonlarga o'sha xarid qilish uchun qulay bo'lishi uchun kompleks tarzda qilib qo'yganmiz albatta. Umuman olmasdan yurgandan ko'ra, tariflardan birini tanlab, Albatta. o'ziga ma'qul kelganini Albatta. yechim sifatida tanlab olsa bo'ladi degan maqsad Albatta. bor bu yerda. Albatta, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Chunki inson shunaqangi holatlar ko'p ko'raman. Bitta narsani o'zida bo'ldi, mana shu Gold Plus o'zini ichamanmi faqat, passiyani shu narsani ichamanmi deb bo'lishadi. Yo'q, 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 yo'q. Misol uchun hozir 6 xil mahsulot iste'mol qilib natija ko'ryapti. Bo'ldi, keyingi oy 5 xilini ichadi. Keyingi oy 4 xilini, keyingi oy 3 xilini, keyingi oy 2 xilini, oxiri 1 xilini. Lekin men bu narsani ichsa, natija ko'rgandan keyin to'xtataman desa, mayli to'xtatishsin. Lekin 5 yil davomida agar 3-chi, 4-chi bosqich bo'ladigan bo'lsa, 5 yil davomida baribir kurashib turish kerak onkologitis kasallik bilan albatta. Bee'tibor bo'lib qolish kerak emas o'zida. Chunki ertaga qaytalanib qolishligi mumkin, Alloh asrasin. O'sha uchun buni har doim bir xil etapda ichilmaydi. O'zgaradi. Organizmdagi o'zgarishdan kelib chiqqan holatda soni tushib boraveradi. Yoki bittaligini ichgan bo'lsa, ko'paytirib boraveradi. Mana Halila mahsuloti har safar podkast qilyapmiz. Natijaga erishganlar bilan o'zimiz gaplashyapmiz. Telefonda gaplashayotganlarimiz bor. O'zingiz misollar orqali aytib beryapsiz va bu misollar o'ylab topilgan hikoyalar emasda. Agar istalgan bemor u bilan gaplashmoqchi bo'lsa, siz bemalol bog'lab o'zing gaplashib ol deyishingiz ham mumkin. Bemalol. Mana shunday foyda olayotganini bila turib, odamlar foyda olayotganini bila turib, nega Halilani hamon 8, 7, 10 oydan beri kuzatib o'tirganlar bor deb o'ylaysiz? Endi ularni ichida aytaylik qanaqadir o'ylovi bor-da. Ya'ni tushunasizmi? Siz aytayotganingiz 8 oy davomida kuzatib turgan insonlar, ayrim insonlarni o'sha yaqinlari shu kasallik bilan kasallangan уже o'tib ketib bo'lganda. O'sha ishni yaqinlari aytadi, "Halila zo'r narsa" deydi. Ichishmagan o'ziga. "Sizlar ichinglar, men onamga olib bera olmadim" deydi. "Otamga olib bera olmadim, qizimga olib bera olmadim, sizlar ichinglar" deydi. "Men o'ylagunimcha vaqt o'tib ketib qoldi" deydi. O'sha uchun kuzatayotganlar ham bor. Negativchilar ham bor. Hamma joyda bo'ladi. Negativchi bo'ladi. Men xursandman, negativchi borligidan men xursandman. Nimaga? Chunki Halila nimadirga erishyapti. Alloh sabab chiqyaptiki, kimyoda yordam beryaptiki, negativchilarimiz bor. U bunaqa, bu bunaqa. Lekin ko'p holatlarda men tegiri bilan shunaqa negativchilarni kuzatsam, Halila mahsulotini hattoki call centerda telefon raqami ham bo'lmagan bir marta ham. Ular oddiy negativchi. Ularda boshqa qanaqadir aytaylik, kimlardandir qolib ketgan negativlarni bizga chiqarishadi xolos. Boshqa narsa o'zi shunaqa insonlardan siz o'zingiz bitta shu kasallik bilan kasallangan insonga ozgina yordam bo'lish uchun nimadir ayting. Mayli, xo'p, Halilani ichmasin. Nima ichsin? Nima qilsin? Desa hech narsani aytib bera olmaydi. Yuqorida 3 yoshli bolasi onkologik kasallikka chalinibdi, do'stim telefon qildi deb aytib o'tdingiz. Undan avval 60-70 yoshli bemorlar haqida fikr bildirdingiz. O'zi necha yoshlilar bilan ishlayapsizlar? 3 yoshli, 2 yoshli bolalardagi onkologiyani ko'rib, eshitib o'tirish oson bo'lmasa kerak. Juda ham oson emas bu. Siz aytasiz, Yusufbek mazza deb, yo'q. Men har xil holatdagi insonlarni ko'raman. Bu oson emas. Unda kimnidir dardi bilan yashash ham oson emas-da. Biz shunaqamizda hozirgi paytda kimdir dardi bilan yashaymiz. Kimdir o'ylaydi, men gapiraman, bo'lib unutib yuboradi. Yo'q, unaqa emas. Allohdan shifo so'raymiz. Oson bo'lmaydi har bir narsani ham. Ishlayotgan bemorlarimning yoshi juda ham har xil. 1 yasharlik chaqaloqdan boshlab 90 yoshgacha bo'lgan insonlar bor. Hammasidan bor, to'g'risini aytaman. Chunki bu kasallik yosh tanlamaydi-da baribir. Turkiyadagi bemorlarimiz bor, Amerikada bemorlarimiz bor, Rossiyada bemorlarimiz bor, Tojikiston, Qirg'izistonda bemorlarimiz bor. O'zbekistondan tanishlari, yaqinlari olib, shu davlatlarga uchib, olib borib berib, ichib natija ko'rayotgan insonlarimiz bor. Yosh masalasida to'g'risi men ahamiyat bermaganman, chunki
Bizdagi kasallik yosh tanlamaydi-da. Mhm. Sarvar aka, Yosh chunki va hammada qatlam tanlamaydi. albatta, chunki to'g'risi misol uchun aytaylik, SPID kasalligini misol uchun bir oila chaqaloqda kuzatish kamdan kam holatda, Mhm. to'g'risida. Va bu kasallikda juda ham ko'p. Lekin Allohga shukur, bir chekkada, soyada natija olib turgan insonlar soni judayam ko'p. Chunki biz baribir o'zbekimizda qo'rqamiz-da ko'z tegishdan, to'g'risida. Bir soyada turib duo qilib turgan insonlar borki, Allohga shukur, qancha misol uchun negativ bo'lmasin, xalinglar hali ham turibdi-da. Men bir kuni suhbat asosida taqqoslab chiqdimda. Bugun onkologiyada davolanish, tibbiy ko'riklar, operatsiyalar tekin va hokazo degan gaplar aytiladi. Lekin biz o'zimiz jurnalistik surishtiruvlarimiz davomida bitta ko'krakdagi muammoni bartaraf etish uchun, ko'krakni olib tashlash uchun 15 million, 30 million, 40, 50 million so'm xarajat qilayotgan insonlar bor. Bor. Va xorij safarlariga ketib, u joyda 60 ming, 70 ming, 100 ming dollargacha xarajat qilayotgan hamyurtlarimiz bor. Ammo mana shu sarfini ertaroq jamg'arib, pulini, ko'kragini kestirib yuborish uchun emas, uni saqlab qolish uchun xalilaga sarflagandami deb o'ylab qoldimda bir kuni. Chunki bundan ortiq men alternativ yechim hali taklif qilinganini ko'rganim yo'q menga. Ya'ni mana bizni mana bu mahsulotimiz mana u yoshdan mana u yoshgacha mana natijamiz deb xuddi siz kelib oldimizga dasturxon qilganingizdek hali hech kim bizga bir natijasini kelib aytgani yo'q. Qilingani faqat operatsiya bo'lyapti, olib tashlash bo'lyapti, lekin bir joyini kesib olib tashlayapti, yana ikkinchi joyda bo'lyapti, ikkinchi joyini kesib olib tashlayapti. Bu yana xarajat, yana stress, yana travma. Mana shu xarajatini bir qismi shu xaliladan foydalanishga yetarkanda o'zi aslida hisob-kitob qilib ko'rganimda. To'g'ri. Buni tushunmayotgan hamyurtlarimiz haliyam bor, ming afsuski. Bor, bor. Lekin siz aytayotgan hozirgi gaplaringizdan kelib chiqqan holatda bir narsani aytish mumkin. Nimaga aynan ular u narsani to'xtatishi kerak? Mayli, ular xohlagan ishini qilsin, lekin kichkinagina xarajat deyapsiz-a. Shu kichkinagina xarajat ham mayli, vaqtcha. Shu kichik hozirgi aytaylik operatsiya jarayonida, ximiya nur jarayonida shu narsani qo'shib parallel ravishda olib ketsin, bo'ldi. Biz albatta nimadir to'xtating degan narsani ishlatmaymiz umuman. Biz aytayman-ku, biz barcha qatlamga beramiz. Boyga ham, o'rta niholga ham barchasiga beramiz mahsulotlarimizni. O'sha uchun hammada har xil. Siz aytasiz, mana to'ppa-to'g'ri aytasiz. Misol uchun operatsiya qildirib turib, hozirgi paytda 15 kundan keyin yana o'sib ketayotgan insonlar bor-da. Endi o'ylab ko'ring, ular kimga nima deya oladi? Yana operatsiya qildirishga to'g'ri keladi, yana va hokazo narsalar. Lekin o'sha uchun aytaman, siz bu narsani ichsa ham o'sishi mumkin-da. Xaridlarni iste'mol qilayotganda ham o'sishi mumkin. Bu Allohdan. Kimda qachon to'xtashi, nima o'zgarish bo'lishi hech kim bilmaydi. O'sha uchun aytaman, oldin siz 120 kun iching-da, doktor ko'rikdan o'ting. Eski zaklучение, yangisini ikkalasini solishtirib bitta ko'ring. Qon analizlarini, ichki organizmdagi o'zgarishlarni nega solishtirib ko'rmaysiz? Ayrim insonlar milliardlab pul berib turib, o'zidagi ozgina bo'lsa ham o'zgarishga rozi bo'lib turgan insonlarda bu arzimagan pulda o'zgarishlarni qilib berishi mumkin-da. Katta natijani arzimagan pulga. Shuni qilmasa ham shu yo'lni bosib o'tadi baribir. Albatta. Qilsa ham shu yo'lni bosib o'tadi Albatta. baribir. Shu narsani ko'ra bilisha olmayapti-da insonlar. Yo'q deydi. Men deydi xalinglarni ichsam deydi, meni o'sib ketadi deydi. Mumkin emas deydi. Nimaga bo'lmasa mumkin emas narsani 4-bosqichga kelganingdan keyin ichyapsan. Nimaga bo'lmasa doktorlar javob berib olgandan keyin ichyapsan. Ichma bo'lmasa bu narsani. Deya olmayman lekin. To'g'risida deya olmayman lekin unaqa narsa deya olmayman. To'g'ri. Ularni ham qaysidir ma'noda tushunish mumkin, chunki yechim qilayotgan paytda ishonchlimi, ishonchsizmi degan savol baribir hammada uyg'onadi. Men o'zim ham har bir mahsulotni reklama qilayotganda uni ichib, tavsiya qilish ma'nosida o'rganib, o'zimni oilamga tatbiq etib, keyin bir narsani mana oling deb aytganimda, odamlar ham bir narsani o'zida qo'llash uchun baribir savol berishi tayin. Shuning uchun YouTube'da, Telegram'da, Instagram'da sahifalar bor Bor. va o'zi telefoningiz ham tinmaydi. Bor. Hozir o'zida ham ko'rdingiz, telefon qilishyapti, o'shaning uchun palyot yoqib qo'yishim to'g'ri keldi. Chunki hali hamon baribir mijozlar bilan ishlayman, gaplashaman. Lekin Sarbek aka, bir narsa ham bor-da, insonlarda hozirgi paytda onkologik kasallik bilan kasallandimi bo'ldi siz aytasiz-ku, savoli ko'p bo'ladi deyapsiz. Savol juda ham ko'p bo'ladi. Lekin savolni noto'g'ri insonga berishadi-da.
Nimaga doktorga borib turib, misol uchun aytaylik, 100% kafolat berasanmi deyishmaydi. Nimaga 5%, 10%, 20% kafolat beraman degan insonga, yoki bo'ldi o'smaydi degan insonga yana o'sib chiqsa borib gapirishmaydi, misol uchun. Nimaga? Inson o'zi emas, tig'tagiga kirishi, kimyo nur olishi bu o'zi emas-da. Endi balkim inson o'ylab ko'rishi kerakdir. Endi bitta tarafi ham bor-da. Man bir narsani o'ylayman faqat, to'g'risi, avvalambor hammasi Allohdan. Ular gap faqat ular xohlashda emas-da. Peshanaga ham yozilgan bo'lishi kerak bu narsani olib iste'mol qilish uchun. Balkim shu ham sababdir deb o'ylayman. O'shaning uchun albatta nasiba. Nasib qilgan bo'lsa albatta yetishadi. Albatta onkologiya kasallik bilan kasallanib qolgan insonlar bor bo'lsa, men tavsiya qilaman, ichib ko'rsin. Chunki bir narsani aytaman, mana o'zim bilan bo'layotgan voqea yaqinda ayolimning qo'liga kista chiqdi. Mana shu joyi ishib qoldi. Mana aynan qimirlaydigan joyi qo'li shundoq turgan holatda mana shu do'mpayt ishib qoldi. MRT xulosalarigacha turibdi. Aytishdiki, doktorlar operatsiya qilib olib tashlash kerak, bu so'rilib ketmaydi deyishdi. Foydasi yo'q. Ayolim endi qo'lini qimirlatib og'riyapti. Farzandimiz ko'tarib yurganida og'riq kuchli bo'lyapti-da, juda ham. Keyin oradan vaqt o'tdi. Men aytdim, "Halil 60+ ichasan, pastaxanini ichasan, ashkitasini ichgin" dedim. Ho ishoning, ho ishonmang, aka 1,5 oydan keyin yo'q kista. So'rilib ketmaydi deyilgan kista yo'q deng. Yo'q. Aka umuman yo'q. Bu narsa o'sib chiqishi mumkin, yana kattalashib ketishi mumkin. Oldirish kerak bu narsani deyishdi. Keyin men aytdim, "Shoshmay tur, sen shu narsani ichib oldin" dedim. Allohga ming qatla shukr yo'q. Ishonmasangiz, misol uchun MRT qog'ozlarini ham tashlab yuboraman. Shoh Medicalga borib turib MRT qildirishgan. Hujjatlargacha turibdi. Haqiqat, yolg'on gapirayotganim yo'q. Bo'zchi belboqqa yolchibdi mana. Yolchimaydi degan maqol bo'lardi, uni ham o'zgartiribdi mana. Shunaqa, o'shaning uchun aytolmayman-ku, men iloji boricha hayotiy bo'lgan narsadan, o'zim ko'rgan narsani ko'proq gapirishga, aytib berishga harakat qilaman-da. Bitta juda ham katta anaqamiz bor. Doktor bor. Ular asosan buqoq kasalliklariga qarashadi. 10 yil, 15 yildan beri buqoqlarni operatsiya oxirgi etap operatsiya qildirish kelibdi-da. Terida o'sha qurish, aytaylik, boshqa kasalliklar juda ham ko'paygan. Haliladan beri. Ishonasizmi, 1 oyda yuvib ketdi kasallik. Allohga oson-da. 1 oyda terisi qurimayapti, nafasi siqmayapti. Doktorga borgan ekan, "Sen nima qilding?" deganda. Nimalardan foydalanib ko'rmadim, operatsiyaga yotmoqchi emasdim dedi. Operatsiyaga yotsam bilaman, o'zi doktor. Endokrinolog o'zi, buqoq doktori o'zi. Men aytdim, shifo Allohdan. Biz sababchimiz. Ikkita bir xil kasallik, bir xil diagnoz. Kimga shifo berishini Alloh biladi. Misol uchun hozir ko'krak saratoni kimdadir? 10 ta ko'krak saratoni bilan kasallangan inson, 10 tasi ham birinchi bosqich, 10 tasi ham chap tarafida misol uchun-da. Bo'ldi. Kimga, qachon, qaysi biri birinchi tutadi, buni Alloh biladi. Ixlos kimda baland bo'lsa, kim ko'proq Allohdan so'rayotgan bo'lsa, o'sha sog'ayishi mumkin. To'g'risi-da, men bu narsa bo'yicha men faqat bir xil narsa beraman. Uni tarkibiga kim kamroq solib turib, unga ko'proq solib bermayman hech kimga, to'g'risi-da. Bunaqa narsa meni qo'limdan kelmaydi. Taqsimot bir xil, lekin yaratganni taqsimoti yaratganni o'ziga havola. To'ppa-to'g'ri aka. O'sha uchun har bitta insonga faqatgina to'g'ri tushunishini, insonga yetkazib berishni xohlayman-da. Agar rak kasali bilan kasallanganmisiz, siz vaqtingizni qadriga yeting. Chunki rak kasali bilan kasallangan inson 1 soatda ham ertaga nima bo'lar ekan deb yashaydi-da. 1 soatdan keyin bormanmi, yo'qmanmi deb yashaydi. Agar xohlasalar kimyo, xohlasalar nur, nima qilishlaridan qat'iy nazar men hech narsaga aralashmayman. Xohlagan, chunki bu narsa ular bilan reaksiyaga kirishmaydi. Iste'mol qilib borsin. Muntazam ravishda, shu narsani parallel ravishda qancha insonlar aytayapti, "Men kimyo olayotganimda og'riqlarim qolyapti, ko'nglim aynimayapti, kimyo olishimga yaxshi yordam beryapti, kimyoni ola olmayapti o'zim, kimyoni ko'tara olmayapganim" degan insonlarning o'zi qancha. Shuning uchun hozir bu podkastni ko'rganingizdan keyin ham agar o'ylanib o'tiradigan bo'lsangiz, demak, siz o'zingizni o'zingiz qurbonlikka tayyorlayotgan insonga aylanib qolishingiz mumkin. Biz aytganimizdek, takrorlaganimizdek, biz buni uyingiz tagiga olib borib, eshigingiz tagiga qo'yib kelib, endi pulini to'la deb o'tirmaymiz. Borib o'zimiz damlab, og'ziga quyib ichirib kelmaymiz. Istak o'zingizdan bo'lishi kerak va biz shunchaki natija olayotganlar borligini aytish orqali hayotingizni sog'lomlashtirishingiz mumkin degan xulosani
narsani beryapmiz xolos. Bu yerda kirib olib bo'lar bo'lmas narsa degan fikrlarni aytib o'tirish shunchaki vaqtingizni besamar o'tkazish bilan teng. Agar tuzalishni xohlasangiz bizni kuzatib natija tomon yuring. Agar tuzalishni istamasangiz o'zingiz ham bizni tark eting yoki umuman tuzalishni istovchilarga xalaqit bermang. Yusufbek, natijalar bardavom bo'lsin. Rahmat. Yana shunaqa go'zal xulosalar bilan ko'rishish nasib qilsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.